Shu rediskali salat relslarimda chiqaverib ishtaham ochdi. Kechasi soat tungi 2 ishonsanglar. Kuxinni molotogim yo'q edi. Ustalar ishlatadigan molotog ustidan stresh salafan qilib tozalikka rioya qilgan holatda, xuddi ko'rib turganinglardek rediskani ham bodringni ham urib ozgina keyin maydalab shunaqa qopqonli idishga soldim. Ustidan ukrop, ko'k piyoz, keyin chesnok soldim. Tuz soldim. Ustidan ozroq suv qo'sharkansizlar. Keyin uksus, yog', shakar, mana bunaqa sol ham qo'shdim, tuz ham. Keyin yaxshilab aralashtirib xolodilnikda yarim soat ushadim. Endi bo'lsa ta'mini ko'ramiz sizlar bilan. Wow, hidiga rostdan gap bo'lishi mumkin emas. Bismillahirrohmanirrohim. Realniy atziv tayyorlashga arziydi.